Yana mahalliy xabarlarga qaytamiz. Bugun barcha sohalarda raqamlashtirish keng joriy etilmoqda, xususan qurilish yo'nalishida ham. Davlatimiz rahbarining qurilish sohasida natijaga asoslangan boshqaruvni joriy etish hamda sohada davlat xizmatlarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida ham bu borada muhim vazifalar belgilab berilgan. Avvalo aytish kerak, mazkur farmon qurilish sohasida davlat boshqaruv samaradorligini oshirish, aholi va tadbirkorlarga ko'rsatilayotgan xizmatlarni soddalashtirish hamda byurokratik to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgani bilan ahamiyatli. Farmonning yana bir muhim jihati sohada qaror qabul qilish jarayonlarining shaffofligi va samaradorligini oshirish, ortiqcha ma'muriy tartib taomillarni qisqartirishni nazarda tutadi. Tabiiyki, ushbu chora-tadbirlar sohada investitsiyaviy muhitni yaxshilashga, xizmatlar sifatini oshirib, sohani boshqarishda zamonaviy va natijador yondashuvlarni keng joriy etishga imkon beradi. Bunda raqamlashtirishni kengaytirish va sun'iy intellektni joriy etish bilan qurilish obyektlarini nazorat qilishda video kuzatuv kameralaridan foydalanish orqali qurilish obyektlarini onlayn kuzatish imkoni yaratiladi. Qurilish sohasida natijaga asoslangan boshqaruvni joriy etish hamda sohada davlat xizmatlarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi muhtaram yurtboshimizning 104-son farmoni qurilish sohasida nazorat va boshqaruv tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan. Farmonda qurilish obyektlarini raqamli texnologiyalar orqali nazorat qilishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, video kuzatuv tizimlarini joriy etilishi va qurilish obyektlarini onlayn kuzatish imkoniyatlarini kengaytirish nazarda tutilgan. Bu biz inspeksiya xodimlari uchun qurilish jarayonlarini masofadan monitoring qilish, aniqlangan kamchiliklarga tezkor munosabat bildirish va nazorat samaradorligini oshirish imkonini beradi. Eng muhimi, raqamlashtirish inson omilini kamaytirib, qurilish jarayonlarida shaffoflikni ta'minlash, qurilish sifati va xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi. Sohadagi raqamlashtirish avvalo tadbirkorlar uchun keng qulaylik yaratadi, ortiqcha hujjatbozlik va byurokratik jarayonlarni qisqartirishga xizmat qiladi. Endi qurilish sohasidagi qator xizmatlardan elektron shaklda foydalanish, zarur hujjatlarni onlayn taqdim etish va arizalar holatini masofadan kuzatib borish imkoniyatlari kengayadi. Bu vaqt va xarajatlarni ham tejashga olib keladi. Eng muhimi, tadbirkor avvalgidek tashkilotlarga bir necha bor murojaat qilishi, navbat kutib va qog'oz shaklda hujjat taqdim qilishga ehtiyoj qolmaydi. Oldinlari qurilish boshlashga ruxsat olish uchun 12 ta tashkilot bo'lardi. 12 ta tashkilotga birma-bir kirib chiqib, muhr bostirib, qo'l qo'ydirib, muhr boshqarmada bo'lardi. Alohida muhr uchun borib kelardik, keyin qo'l qo'ydirishga alohida 12 ta tashkilotga birma-bir kirib chiqardik. Hozirda prezidentimizning 104-sonli farmonlariga asosan bu narsa juda yengillashgan. Onlayn arizani beramiz, kompyuterda kuzatamiz u narsani. O'zi avtomatik ko'rinib boradi. Bosgan tashkilotlar xulosasini o'zimiz ko'rib boramiz. Kamchiligi bo'lsa bartaraf qilib qaytadan tashlaymiz. Tashkilot 2-3 kunida, bir ish kunida ko'rib chiqishadi. Bu juda yengillik. Yangi islohotlar avvalo biz tadbirkorlar uchun qulaylik yaratishga qaratilgani bilan ahamiyatli. Qurilish sohasida ruxsat olish va kelishuv jarayonlarining soddalashishi vaqtimizni ancha tejaydi. Xarajat, ovoragarchiliklarni kamaytiradi. Ayniqsa bitta ariza bir to'lov tamoyilini joriy etilishi hamda raqamlashtirish inson omilini kamaytirib, jarayonlarni yanada shaffof, tezroq bitishiga xizmat qiladi. Chindan ham raqamlashtirish qurilish sohasida ochiqlik, shaffoflik va adolatli raqobat muhitini ta'minlab, tadbirkorlik subyektlari uchun qulay biznes muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish bu nafaqat zamonaviy boshqaruv talabi, balki sohada yangi loyihalarni tezroq amalga oshirish, tadbirkorlar uchun qulaylik yaratishga zamin yaratadi va eng muhimi, sifatli qurilishni ham ta'minlaydi.